Assalomu alaykum aziz do'stlarim, assalomu alaykum o'zbegim, assalomu alaykum butun Markaziy Osiyo ahli. Azizlarim, ko'pchilik emas, ba'zilaring ko'p maqtamang deysizlarda, lekin mana shu uyni narxidan boshlab oxirigacha maqtayman. Marhamat qilasizlar. Bittadan like demanglar, bittadan like bosib qo'yinglar, yangi kirgan do'stlaring. Obuna bo'lib qo'yinglar kanalimga. Minnatdor bo'laman azizlarim. Xo'sh, bu uyda endi maqtamay ilojim yo'qda. Mana shunday yo'lning ustida yoqasida joylashgan. Mana shu uy. To'g'rayda mana bu fabrika. Tikuv fabrikasi. Sankt-Peterburgdan bir boyvachcha kelib fabrika qurib, shu местный aholini ishlatadi ekanda. Xo'sh, uyning manzili Pskovskая область, Laknyanskiy rayon, dеревня Mikhailov Pogost. Mana shu yo'l bilan 9 kilometr yursak, Loknya shaharchasi, hamma infrastruktura bor Loknyada. Loknyada magazinlar, pochta, administratsiya, maktab, bog'cha va hokazo hamma narsa bor. Eng asosiysi Loknyada vokzal bor. Vokzaldan Sankt-Peterburgga shipillab borib qaytib ketaverasizlar. Moskvaga ham kerak bo'lsa, Sankt-Peterburg yaqinroq. Uyning maydoni 60 kvadrat metr degan. Uchastkaning maydoni 30 sotik. Mana garajni Kaldiyesdan chiqqan ekan. Mana bu qaranglar, katta garaj, chirdagi ham bor. Mana temir garaj, katta garaj maydon. Mana bu chegara. Mana shu yerdan chegara bo'ladi. Mana bu darvoza, lekin orqasida hech narsa yo'q ekan. Mana shu hammasi hovli. Uy tekis turibdi. Endi maqtamay qanday maqtamayman? Maqtayman, ko'rasizlar. Xo'sh, mana stalba chegara, stalbagacha, mana shiringacha. Nariyog'i uy chekada turgan. Dеревняning chekasida turgan, nariyog'i bo'sh. Zo'rda boyagi mol olib chiqib boqqani, o't o'rgani. Mana bu endi o'tinxona dedim, ko'rsatdim. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shunday kirsak, mana chap tomonda mana bu o'tinxonaga ichkaridan kirish. Mana bu hojatxona. Mana bu siren. Bu chegara deganman, hovli nariga qarab tushgan. Mana bu uyning ko'rinishi fundamenti turibdi. Eski uy bo'lganmi, tep-tekis. Uy menga yoqdi. Hozir bismillahirrohmanirrohim. Mana ko'tarilamiz. 1 metrdan ham oshiq balandlikka shunday chiqamizda. Bu kriltso, shunaqa bir ochiq kriltso ekan. Mana bu torgina bo'lgan veranda qismi. Mana bu tomonda, o'ng tomonda. Mana bunaqa chirdakka chiqish, katta chirdak, baland chirdak, mana narvoncha. Chirdakka chiqib o'tirmaymiz endi. Mana uyga asosiy qismi kirish. Bismillahirrohmanirrohim deb marhamat qilasizlar. Maqtayman deganimda ko'pincha dеревня uylarga kirsak, hid bo'ladi. Har xil zaxlikda boshqacha hidlar bo'ladi. Yo'q, bu yerda hid yo'q. Mana shunday kirdikda, mana kirgandan chap qo'lda marhamat qilasizlar. Markaziy vodoprovod uyning ichida. Mana gazli plita. Balon kerak bo'ladi. Mana shunday xona. Endi eski tuski mebellar bor. Mana bu yerda polda linoleum, pechkalar katta, ikkita katta pechka. Bu uy qishda bu qaynab ketadi bu uy. Pechkalar zo'r. Mana pechkaning orqasida mana bundaqa yotog'i bor ekan, buni qaranglar. Mazza qilib yotgan yotoq bor ekan. Ko'rdilaring bu xonachani. Mana shu kirishdagi kuxnya, oshxona deymiz buni. Mana shunaqa oshxona. Kuxnya, prixoshka, gostinaya bir so'z bilan bo'ladi. Endi mana bunday katta xonasiga kirsak, mana shunday katta xona. Patologi baland emas. Mana shuni bitta bir maqtayman degani bitta minusi mana shu bo'lsa kerak. Ko'p baland emas. 2 metr 5 santimetrmi, 10 santimetrmi taxminan. Mana shunday boya aytgandek eski tuski mebellar bor.
Mana bu divani yaxshi ekan. Mana bu ikkinchi pechka boya aytganim. Naryoqda bitta pechka, bu yoqda bitta pechka, mana televizor, eski stol, pol tep-tekis. Va to'rida yana bitta xona. Mana shunday kirsak, mana bundaqa yana bitta xona, bitta deraza. Tozalash kerak. Kosmetik remont kerak bo'ldi. Bu yerda kap remont kerak emas. Bu uyda kap remont kerak emas. Bu uyda kosmetik remont qilasizda yashashni boshlayverasizlar azizlarim. Shoshib gapiryapman, oldinga o'tib ketyapman. Oldinga o'tib bo'lsa ham aytaman, tavsiya qiladigan uylardan. Joylashgan joyi plus uy sifati. Endi narxiga olib kelamiz-ku, uyda sifati bu narxga. Вообще a'lo darajada. Mana bu ustaxona deymizmi? Mana shunday to'g'raymizda, darvozadan kirib shunday kirib kelsak, katta. Mana bilmayman, nima qo'yasizlar, nima ishlatasizlar bilmayman. Shunaqa baland bo'lgan. U naryoqda ham darvoza bor. Shunday skvoznoy chiqib ketsa bo'ladi ekan. Bilmadim, bu nima qilingan. Mashin sig'sa ham siz torroq ekan, tok zo'rg'a sig'ishi mumkin. Endi mana ularga ahamiyat berilgan. Mana fundamentli bloklar, mana taxlanib qo'yilgan. Mana fundamentli bloklar, buni eslab qo'yinglar. Endi mana bu g'ishtni qaranglar. Mana g'isht fundamentda mana taxminan qancha berdi? 6 metrga 8 metrlar. Fundament. Mana fundament, g'ishtli fundament taxlangan. Uy so'gani tayyor fundament. Mana bu shiferda tagida, ostida yog'och materiallar. Uy qurgani. Mana yana bloklar, fundament bloklari kerak bo'lsa. Mana bir talay bitta uyga fundament bloklar tersa bo'ladi. Mana g'ishtni ustiga mana bu tomondan ko'rsatayim. Mana fundament. Bunday kelganda nariyoq ketgan. Xo'sh. Mana hovlining chegarasi, mana setka, nariyog'i bo'sh. Ana shu oxirgacha, oxirdan eda o't o'sib ketgan prut bor deyapti, havuz. Nariyoqda ham o't o'sgan havuz bor deyapti. Mana shuni hammasi hovli. Hovli ham zo'r. Boya plyuslar dedim-ku. Plyuslar dedim-ku. Это емкость под водичку, да, наверное, какая? Это под водичку. Suv qo'ygan. Xo'sh. Mana bu garaj boyagi ustaxona deymiz. Mana bu uyning ko'rinishida endi mana. Ichkari tomondan balandgina turibdi. Fundamenti bor. Mana bu bog', olma. Mana boyagi garaj. Bu qo'shni hovlisida traktorda ko'rib turibmiz. Mana bu bizning garaj, boya ko'chadan ko'rganimiz. Mana bu hovli. Xo'sh. Tak, narxini so'rayin, o'zlaring eshitinglar. Так, цену последняя какая цена у нас? 350 тысяч. 350 тысяч. O'zbek tilida 350 ming rubl deyapti. 350 ming rubl to'g'risini aytaymi? Rosa zo'rlar. Savdolashib o'tirishga bosib olish kerak. Hamma dokumentlarni topshirib qo'yaman dedi. Ota-onasidan meros qolibdi bu akamizda. Dollarga endi o'zlaring o'tkazib olasizlar. Taxminan 4000 dollar atrofidan bo'ladi-da. Mana bu atrof. Qushlar sayrashini eshitib turibsiz. Ana manzara, atrofida o'rmonlar, dalalar ko'rinib turibdi. Yaxshi joy. Yaxshi joy, azizlarim, marhamat qilasizlar. Lichkamga o'tib yozinglar. Kanalimni qo'llab turinglar, 100 mingga yetib olay ekanmanlab keyin marra bizniki bo'ladi azizlarim. Faqat xizmatlaringdaman. Hammalaringni yaxshi ko'raman. Ko'rishguncha.